Очиститель va увлажнитель, ya'ni ikkitasida birda bo'lgan mahsulotlar nech pul turadi? Bitta ko'rib chiqamiz. Bu Beston brendiga tegishli bu mahsulotlarni 3 xil varianti bor. Birinchi variantdan boshlaymiz. Bu 60 metr kvadrat uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ham havoni namlab beradi, ham plus havoni tozalab beradi. Ekranlari sensorli bo'ladi. Buni narxi $210. Bu 60 metr kvadratga mo'ljallangan. Bu modeli bor. Bu yerda faqat modelida dizayni katta ko'rinish beradi. Bu 55 metr kvadrat uchun mo'ljallangan bo'ladi. Buni narxi $180 chiqadi. Bunisi giganti 78 metr kvadrat uchun mo'ljallangan bo'ladi. Katta xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, buni narxi $280 turadi. Bularning hammasida eng oxirgi navrotda filtrlar bor. Deyarli hammasini sifati bir xil. Bu yerda nima razilasi desa, xona va dizaynda razilasi beradi. Ya'ni kvadraturasi bilan ko'rinishda farq qiladi. Hatto hammasiga bir xilda 18 oy kafolat berilar ekan. Endi o'zingizlar aytinglar, hozir kunda eng kerakli texnikalardan bittasi shu bo'lib qoldi, to'g'rimi? Oldin bunaqa emas edi, kerak emas edi, lekin aynan hozir O'zbekiston uchun. Uni kommentariyada yozib qoldiringlar. Narxiga qanchalik stoydi? Buni ham yozib ketinglar, joningiz sog' bo'lsin.